Okay. Ft deyapti. Bu yerda slope of tangent line to this mana shu -1dan o'tadigan. Passing through deganda bu -0,1 minus nuqtada demayapti. Soch urinma bor. 0,-1dan o'tadi demagan buni. Ya'ni urinadi demagan. Mana shu nuqtadan o'tyapti. Urinish nuqtasi boshqa. Tushunarli. Ko'pchilik shunda chalg'ib ketadi. Okay. Biz ana shuni ishlagancha shartiga tushunmadik-da bir. Nima ekan deb. Okay. Shartiga tushunmadingizmi buni? Bir ishlab ko'rgandik. Mhm. Bilan shartni tushunmadik, nima deganiga. Shartida. Okay. Mana shu ft bo'yicha hosil olib, y kvadrat minus 1 ni qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Okay. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Tangent line equation'ni tuzib olamiz. Hamma ma'lumot bor deyarli. Faqat qaysi nuqtadanligi yo'q, to'g'rimi? x0 deylik. Shu yerga chizib qo'yamiz. x0. Okay. Slope nimaga teng? Buni functiondan hosil olaman x bo'yicha, to'g'rimi? Nima bo'ladi x bo'yicha hosilasi? Yana o'zi kelib chiqadi. Nima? X üstdan. Aha, x ni o'zi bo'ladi, to'g'ri? Bu yerda ft is the slope. Okay. Slope'ni hisoblayapmiz. Bu ft ekan. Slope yana nimaga teng? Shu nuqtadagi x0 nuqtadagi hosilasi. Buni hosilasi x bo'yicha yx. Demak, yx0. Okay. Mana shu yerda to'xtaymiz, bo'ldi. Endi tangent line equation'ni ham tuzib olaylik. Equation'ni y deylik. Slope bor yx0 x minus x0 plus shu nuqtadagi qiymati nimaga teng? Mana bunga qiymatini qo'yadigan bo'lsak, x0 plus t. Mana shu. Endi bizda bitta ma'lumotimiz bor qo'limizda. Shu tangent line 0,-1 nuqtadan o'tadi. Qayerdandir? Mana shu yerda. Shuni qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? x0 mana bu 0, y -1. Shuni qo'yaman. -1 teng. X ga 0 ni qo'ysak bu 0 bo'lib ketadi. Nima qoladi? -x0 yx0 plus yx0 plus t. Mana shu ma'lumotga ega bo'lamiz. Okay. Hop, endi nima qila olamiz? Shuni tekshiramiz. Bizga hosilasi kerak, t bo'yicha hosil olishimiz kerak. Bizga ma'lum x0 imiz bilan t bir-biriga bog'liq, to'g'rimi? Dependent. Mana shu joy muhim. Nimaga? Chunki mana bu tenglikka e'tibor beradigan bo'lsangiz, x0 ni topadigan bo'lsangiz keyinchalik t ga bog'liq kelib chiqadi yoki t ni topadigan bo'lsak, x0 ga bog'liq kelib chiqadi, to'g'rimi? Demak, bir-biriga dependent. Mana buni hosilasi nima bo'lar ekan? Ft ni t bo'yicha hosilasi. Chunki bizdan hosilasini so'ragan. Shuni bitta aytib olaylik. Nima bo'ladi? Hosilasi t bo'yicha. Y'ni o'zi qoladi. x0 ko'paytirgan x0 shtirix. Albatta, mana bu x0 dan ham endi hosil olishimiz kerak, chunki bu t ga bog'liq. Mana shu. Okay. Bitta muammo bo'ladi bu yerda. Qayerdan topamiz hosilasini? Mana bundan implicit function deb turib hosila olib yuborishimiz mumkin, to'g'rimi? Shuni olamiz. Hosilasini aytib olinglar endi. T bo'yicha. Mana shuni. Implicit function bu, to'g'rimi? Buni hosilasi 0. Next. Bundan hosil olaman T bo'yicha. Plus yx0 plus x0 dan olamiz. Tt plus yana bitta x0 bor ekan. Shuni copy qilaylik. Buni ko'paytirmadim. -x0 ni ko'paytirishim kerak edi yoniga. Ismdan chiqdi. Chunki ko'paytmani hosilasi bu. Plus x0 tt plus 1. Mana shu kelib chiqar ekan. Okay, soddalashadimi? Soddalashar ekan. Bu bilan bu bir xil qisqarib ketdi. Bizga nima kerak edi? Bizga hosilasi kerak edi mana. X0 dt
topib olamiz shu yerdan. Okey. X. Endi bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, 1 taqsim x0 x0. Tushunarli? Bu yerga qo'yaman. Chunki topdik mana buni. Kelasi bir xil. 1 taqsim x0 qolar ekan. Bitta muammo qoldi. Endi x0 ni qayerdan topamiz? E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bundan foydalanmadik. T ni qiymati. Topsak bo'ladimi? Tepadagi anaqa qo'yib ko'ramizmi? -1 Albatta. Mana shu yerga qo'yadigan bo'lsak, x0 ni qiymatini topsak bo'ladi. Qaranglar. Bu tenglikka shuni qo'yaman, y kvadrat minus 1 ni bu yerga qo'yadigan bo'lsak, boshqatdan yozaylik. Mana bu yer y kvadrat minus 1, minus 1 lar qisqarib ketadi. Nima qoladi? Y x0 qasdan chiqarib yuboraylik. 1 minus x0 shu teng y square ga. To'g'rimi? Minusdan. Okey. Shu yerdan endi x0 ni guess qilishinglar mumkin. Necha bo'ladi? 2. To'g'rimi? Demak, f ni hosilasi t y kvadrat minus 1 bo'lganda y kvadrat minus 1 da x0 2 ligini topdik. Demak, 1 taqsim 2.